Men Sa'diyev Shamsiddin Fazliddinovich dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida 2-dermatologiya bo'limida o'z faoliyatimni olib boraman. Men dermatovenerolog shifokor va plazmaferez mutaxassis hisoblanaman. 7 yildan oshiq ish stajiga egaman. Bo'limimizda bir qancha kasalliklar, atopik dermatit kasalligi, vitiligo, psoriaz, ekzema, teri leshmanioz kasalligi, po'rsudoq yara va shunga o'xshash bir qancha teri kasalliklarini samarali davolab kelmoqdaman. Hozirgi kunda markazimizda bizga murojaat qilgan bemorlarda ham ambulator, ham statsionar davolanishlariga imkoniyatlar mavjud bo'lib, biz ushbu kasalliklar vitiligo, psoriaz, ekzema, atopik dermatit kasalliklar, po'rsudoq yara, teri leshmaniozi, eshak yema kasalliklarini samarali davolab kelmoqdamiz va bemorlarimizga nafaqat davolash, ularni samarali davolashdan tashqari yangi zamonaviy dunyo standartlari asosida davolash usullarini taklif qilamiz va shu asosida bemorlarimizni to'liq va yaxshi davolab kelmoqdamiz. Agarda sizlarda ham shu kasalliklar mavjud bo'lsa, bizning markazimizga murojaat qiling.